Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlarim. Biz sizlar bilan sod harfiga ham yetib keldik. Sod harfi arab tilidagi 14-harf hisoblanadi. Unda boshladik. Sod harfimiz dumaloq shaklda uzunchoqroq va nunning qismi tarzda yoziladi. Ko'rib turganingizdek, dumaloq, uzunchoqroq, lazer guruchini eslaymiz va nun qismi bo'ladi. Bosh qismini yozmoqchi bo'lsak, bosh qismini har doimdek kesib olamiz. Va bosh qismi tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana keldi, ozgina chiqqan holatda yonga qarab yuradi. Istasangiz butkul holat yozsangiz ham bo'ladi. Mana shu shaklda ham joiz. Ya'ni bu qismni hisobga olmasangiz ham bo'ladi. Endi o'rta qismni yozmoqchi bo'lsak, o'zimizning eski qoidamiz, bu ko'rinishni nusxaladik va ikkinchi ko'rinishga olib o'tdik. Xuddi shu harf boshida ham, o'rtada ham aslida bir xil keladi. Va ulanuvchi harf bo'lganligi uchun juda ham oson. Oxirgi ko'rinishni yozmoqchi bo'lsak, o'zining asli ko'rinishi. Mana misol uchun bu ko'rinishni olib kelib qo'ysak kifoya. Ko'rdingizmi? Juda ham oson sod harfi, faqat ba'zi jihatlardan o'zbek tilidagi s bilan farq qiladi. O'zbek tilidagi s oldingi darsda aytganimizdek sin harfiga to'g'ri keladi. Lekin sod harfi esa ba'zi so'zlarimizga to'g'ri keladi. Misol uchun sobir, sodiq kalimalariga to'g'ri kelishi mumkin. Yoki asr kalimasi ham shu sod bilan yoziladi. O'shaning uchun ozgina yo'g'on talaffuz qilishimiz kerak. Xo'p. Ba'zi so'zlarda ko'rib chiqsak sod harflarini mana so, si, buni oldin o'tganmiz. O, I va U harakatlarimiz bo'ladi. Su tarzda. So, si, su tarzi bo'ladi. Yoki sukunli bo'lganda esa ozgina yo'g'on holatda, og'zimizni to'ldirgan holatda as yoki is yoki esa us tarzda yoki siroto deganimizda ham aynan shu sodni ishlatamiz. Sizlar bilan endi arab tilidagi o'tilgan harflarimizni ko'rib chiqsak. Mana ko'rib turganingizdek sod harfiga ham yetib keldik. So'zlarni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, oxirgi ko'rinishlar, bosh ko'rinishlar va o'rta ko'rinishlarni yozib chiqdim. Alifdan keyin ulanmaganligi uchun a, b ga hech qachon ulanmaydi, xuddiki alif sodga ulanmagani kabi. A, b, so, b, t, so, b, t, so, s, ro, so, s, ro, so, so, b, ro, so, b, ro, so, ro, b, so, ro, b, sojero, sojero. So va ro harflari yo'g'on, isti'ola harflar bo'lganligi uchun yo'g'on o'qiladi. Asor, basor, xosor. Yaxshi, o'rganishda davom etamiz. Azizlarim, sizlarga sod harfigacha bo'lgan harflarni o'tib berdim. Ana endi sizlar bilan birgalikda kelasi darsimizdan e'tiboran keyingi harflarni davom etishdan oldin shu kungacha bo'lgan harflarni yaxshilab takrorlab olishimiz kerak. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan Ibrohim Muhiddin birga bo'ldi. Salomat bo'ling.